Muhammad Yusuf bu nomni eshitganda xalqimiz ko'z o'ngida she'rlari qo'shiqlarga aylanib ketgan xalqchil shoir, millatimizning asl farzandlaridan biri gavdalanadi. Chindan Muhammad Yusuf qisqa umri davomida o'zidan betakror ijodiy meros qoldirdi. Shoir tug'ilib o'sgan Andijon viloyati Marhamat tumanining Qovunchi qishlog'ida Muhammad Yusuf tavalludining 71 yilligi munosabati bilan tadbir tashkil etildi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludiga 71 yil to'ldi. Bu yil Marhamat tumanining Qovunchi qishlog'iga, xususan maktabi, uy muzeyi va xonadoniga ijodkorni xotirlab vodiy-u vohadan minglab she'riyat ixlosmandlari kelmoqda. Muhammad Yusuf ijod fabrikasida yaratilgan asarlarda insonni inson sifatida ushlab turgan ezgu tushunchalar, insonparvarlik, xalqparvarlik, tabiatga muhabbat, mehr-oqibat, sadoqat, adolat, diyonat kabi odamiylikning azaliy va abadiy qadriyatlarini tarannum etuvchi she'rlari yuragimizga darrov jiz etib tegadi. Andijon shahridagi Muhammad Yusuf nomi bilan ataluvchi xiyobonda ijod ahli ishtirokida nazm va navo kechasi tashkil etildi. Shoirning she'rlari xalqimiz, yoshlarimiz qalbida vatanparvarlik, yurtga fidoilik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilishligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari bugun mana shu ijod maktabini tashkil qilinishi, shoirning mana shunday she'rlarini nomini abadiylashtirish bilan birgalikda shoirning Muhammad Yusuf izdoshlarini kashf etish, shoirning she'rlarini xalqimiz ongida yana bir bor singdirishga mana shu ijod maktabi va mana shu bugungi shunday tadbirlar, shunday ko'rgazmalar asos bo'ladi desam to'g'ri bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasining foto ko'rgazmasi tashkil qilindi. Mana shu foto ko'rgazmada bugun o'quvchilar, talabalar, xalqimiz, hattoki qo'shni respublikamizdan fuqarolar kelib, mana shu ko'rgazmalarni tomosha qilishib, shoirning hayotiy ijodi bilan bog'liq voqealarga shohid bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu yil shoirning tavalludiga bag'ishlab tanlov e'lon qildik. 1000 dan ortiq mana shu tanlovga ijodkorlarni, muxlislarini ishlarini qabul qilib oldik. Munosiblarini topib, bugun mana shularni o'z joyida taqdirlashga ega bo'lyapmiz. Andijon shahridagi shoir nomi bilan ataluvchi ijod maktabi davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bunyod bo'lgan manzilda o'g'il-qizlar adabiyotga, she'riyatga mehri yuksak bo'lib ulg'aymoqda. Adabiyotga, she'riyatga bo'lgan e'tibor davlatimiz rahbarining alohida g'amxo'rligi bugun qalam ahlini yanada ilhomlantirib, vatanni, yangi O'zbekistonda kechayotgan yangilanish nafasini tarannum etishdek yangi asarlarni yaratilishiga turtki bermoqda. Shoir izdoshlari uning qalamiga mansub she'rlar o'qib, kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Mana shu kabi tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etdi.